Islom olamidagi birinchi madrasa haqida eshitganmisiz? Unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shaxsan o'zlari dars berganicha. Siyrat ilmi olimlaridan biri Muhammad Amin Yildirimning Dorul Arqam kitobi bizga ana shu tarix haqida so'zlaydi. Ushbu madrasaning nomi Dorul Arqam bo'lib, uni payg'ambarimizning o'zlari tashkil qilganlar va shaxsan o'zlari dars berganlar. Sahobalar ichidan 45 tasi tanlab olib o'qitilgan. Olamlar sarvaridan tahsil olish baxtiga sazovor bo'lganlar kimlar ekanini esa kitob orqali bilib olishingiz mumkin. Ushbu madrasada Qur'on oyatlari orqali 6 yil ta'lim berilgan. Bilasiz, Qur'oni Karimda oyatlarning joylashuvi bilan ularning nozil bo'lish sanasi bo'yicha tartibi farq qiladi. Muallif o'sha 6 yilda qaysi sura va oyatlar nozil bo'lganini tadqiq etadi va sanasi bo'yicha tartiblab jadval tuzadi. Shu orqali Dorul Arqam talabalariga aynan qaysi oyatlar bilan dars berilgani ko'rsatib berishga harakat qilinadi. Jadval bilan kitobda tanishishingiz mumkin. Ushbu dargohning talabalari butun dunyoga islomni yoyishda, uni odamlarga o'rgatishda ishtirok etgan islomning ilmiy lashkariga aylanishadi. Tasavvur qiling, siz ham Dorul Arqam talabasisiz. Nimalarni his qilgan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Shu kabi videolarni ko'rib borish uchun esa sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.